O'zbek tili bayramiga bag'ishlangan tadbirlar respublikamizning turli tashkilot va muassasalarida davom etmoqda. Ma'naviy ma'rifiy uchrashuvlarning navbatdagisi Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universitetida bo'lib o'tdi. Ona tilim, sen ruhimning qanotsan nomli adabiy badiiy tadbir universitetning maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti tomonidan o'tkazildi. Unda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zolari, taniqli shoirlar hamda Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindorlari ishtirok etib, o'z ma'ruzalarida tilning millat hayotidagi o'rni haqida so'z yuritdilar. Ma'naviy ma'rifiy tadbirimizning asosiy maqsadi o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun, o'zbek tilining jamiyatda tutgan o'rni va ahamiyati hamda o'zbek tiliga bo'lgan yoshlarimizning munosabatini yanada shakllantirishga va uning qadr qimmatini ulug'lashga qaratilgan tadbir bo'ldi. Tadbirda buyuk mutafakkirlarimizning o'zbek adabiyoti va tiliga bo'lgan munosabati, ularning yozma asarlarining mazmun mohiyati bayon etib o'tildi. Universitetimizda bugungi kunda 20 mingdan ortiq talaba yoshlar tahsil oladi. Talaba yoshlarimizni ona tiliga bo'lgan qiziqishini uyg'otish maqsadida til bilimdonlari tanlovini e'lon qildik va mana shu tadbirimizda ularni taqdirlash marosimini o'tkazdik. Bayram davomida fakultet talabalari hamda Chilonzor tumani 217 umumiy o'rta ta'lim maktabining adolat to'garagi a'zolari tomonidan ona tilimizga bag'ishlangan kuy-qo'shiqlar, raqslar va tarixiy sahna ko'rinishlari ijro etildi. Tashrif buyurgan mehmonlarimiz ham shuni e'tirof etishdi. 3-renessans davri shu bilan xarakterlanadiki, 1 va 2-renessans davrida yaratilgan qo'lyozmalar, asarlarni hozirgi yoshlarimizga tushunarli tarzda ularni qalbiga, ularni ongiga, tafakkuriga singdirishdan iborat dastlabki vazifa. Bu albatta biz ustozlarni zimmasiga yuklatiladi. Bunday ma'naviy ma'rifiy uchrashuvlar yoshlar qalbida ona tilimizga nisbatan hurmat va faxr tuyg'usini yanada mustahkamlaydi.